Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Muslima Ahadna, Buxoro davlat tibbiyot instituti tibbiyot fanlari doktori, patologik fiziologiya kafedra mudiri. Bugungi mavzumiz yallig'lanish patofiziologiyasi. Yallig'lanish bu asosan bizlar shifokorlar orasida xalq tilida shamollash degani. Hozirgi kunda bahorda bizlar demak mavsumiy burun oqishi, rinit, gaymarit, bodumcha bezlarining yallig'lanishi, tanzilit, o'pka kasalliklarining yallig'lanishi, pnevmoniya, qanaqa kasallik bo'lishidan qat'iy nazar hammasi yallig'lanish asosida kelib chiqadi. Shuning uchun men sizlarga bugun yallig'lanish haqida gapirib bermoqchiman. Yallig'lanish bu tipik patologik jarayon bo'lib, alteratsiya, eksudatsiya va proliferatsiya jarayonini o'z ichiga oladi. Yallig'lanishda asosan bir necha xil teoriyalar bor. Bu teoriyalardan biri Virxovning teoriyasi. Hujayra patologiyasida yallig'lanishning nutriativ nazariyasidir. Bunda hujayralar aro qonning ozuqa moddalari bilan birgalikda hujayra tashqariga chiqib bo'kishi sodir bo'ladi. Ikkinchi teoriya bu Kangem teoriyasi. Kangem degan inson yallig'lanish o'chog'ida qon tomir reaksiyasidagi o'zgarishlarni o'rgangan. Keyingi bu teoriya Mechnikov teoriyasi. Mechnikov yallig'lanish nazariyasida fagostoz nazariyasini o'rganganligi sababli Nobel mukofotini olgan. Mechnikov nazariyasiga asosan yallig'lanish o'chog'ida fagostoz mexanizmining borishini o'rgangan. Keyingisi Shade nazariyasi. Shade yallig'lanish o'chog'ida mahalliy modda almashinuvining buzilishi, to'qma atsidozi, osmotik va onkotik gipertenziyalar haqida yangiliklarni ochib bergan. Keyingisi Minkin teoriyasi. Bu yallig'lanish o'chog'ida biokimiyaviy nazariyalarni o'rgangan teoriyadir. Yallig'lanish chaqiruvchi omillar flogogenlar deyiladi. Flogogen degan so'zning ma'nosi yong'in degan ma'noni bildiradi. Flogogenlar tarkibiga kiradi eksogen va endogen omillar. Eksogen omillarga kiradi fizikaviy, kimyoviy, mexanik, biologik va hokazo. Masalan, yuqori va past harorat, kislotalar, travmalar, mikroorganizmlar, bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar. Endogen omillarga kiradi. O't pufagida o'tning yig'ilib qolishi, siydik pufagidagi yallig'lanish kasalliklari, bo'g'imlarda tuzlarning to'planishi, to'qmalarda chala yongan mahsulotlarning hosil bo'lishi, infarkt o'choqlarda esa yallig'lanish o'choq belgilari, qon quyilish nuqtalari, o'smalar, barcha demak inson organizmida hosil bo'ladigan patologik jarayonlar tufayli hosil bo'lgan moddalar bular endogen omillarga kiradi. Yallig'lanishni biz o'rganganda uning demak tashqi va ichki belgilarini ko'rishimiz kerak. Yallig'lanishning tashqi belgilari bu 5 ta demak mahalliy belgilardan iborat. Qizarish, lotin tilida rubr degani, shish, tumor, harorat, mahalliy haroratning ko'tarilishi, kalor, og'riq, dolor va o'sha yallig'langan o'choqda a'zoda funksiya buzilishi, funksiya leziya deyiladi. Umumiy belgilarga kiradi isitma, leykositoz, eritrositlarning cho'kish tezligining oshishi va modda almashinuvining tezlashuvi, immun reaktivlikning oshishi bular demak umumiy belgilarga kiradi. Yallig'lanishni patogenezda asosan o'rganishdan oldin ana 5 ta belgisining demak biz klinik belgilarini ko'ryapmiz. Bu demak birinchisi mahalliy harorat, ikkinchisi qizarish, rubr, uchinchisi shish, tumor va og'riq o'sha yallig'lanish o'chog'ida hamda demak dolor va funksiyasining buzilishi, funksiya leziya. Yallig'lanishni o'rganishda biz albatta uni demak patogenezni yaxshi o'rganishimiz kerak. Bu davlatchi vrachlar uchun juda ham kerak. Bu birinchi bosqich alteratsiya deyiladi, ikkinchi bosqich eksudatsiya va emigratsiya deyiladi va uchinchi bosqich proliferatsiya deyiladi. Birinchi bosqichda alteratsiyada asosan hujayralarda shikastlanish, demak yallig'lanish mexanizmiga o'sha patogen omillar ta'sirida hujayraning demak barcha organellalarda shikastlanish kuzatiladi. Alteratsiya degan so'zning ma'nosi lotin tilidan olingan bo'lib, hujayra shikastlanishi degan ma'noni bildiradi. Bu yerda demak patogen omillar hujayraning barcha organellarini shikastlantiradi, faqat lizosoma organellasidan tashqari. Va bu jarayon qaytar jarayon bo'lib hisoblanadi. Birlamchi alteratsiyani biz davlatchi vrachlar ko'pincha demak tibbiyot klinikalarida kasallarda ko'rishimiz mumkin.
bemorlar bizlarga kelganda masalan oshqozonda kataral gastrit degan tashxisni ko'rishimiz mumkin. Shu yerda bemorlarning demak oshqozonda hujayra shilliq qavatdagi oshqozonning shilliq qavatdagi hujayralarda hujayraning birlamchi shikastlanishi ikkilamchi shikastlanishga qaraganda ustunlik qiladi. Shuning uchun birlamchi alteratsiya ko'pligini tashkil qilganligi sababli ular tekshirish usullariga borganda gastrofibroskopiyaga yoki rentgenoskopiyaga borganda o'sha shilliq qavat hujayralarining birlamchi shikastlanishi, u yerda qizarishni ko'rishimiz mumkin. Bu o'z navbatda hali hujayralarning endi demak birlamchi alteratsiyasi, ya'ni qaytar jarayon ekanligidan dalolat beradi. Bunday kasallarga biz to'g'ri tushuntirish ishlarini olib borib, to'g'ri parhez, to'g'ri davo olib borsa, oshqozondagi yalliqlanish to'liq qaytadi va yaxshi tuzalib ketishib, sog'ayib ketishiga imkon berishni tushuntirishimiz kerak. Ikkilamchi alteratsiya bu asosan shu patogen omil ta'sirida yalliqlanish rivojlanishi sari makromolekulalarning shikastlanishi, mediatorlarning hosil bo'lishi hamda o'sha a'zoda qon aylanishining buzilishi natijasida lizosomal fermentlarning ajralishi va ularning faollashishi bilan demak dalolat beradi, yuzaga keladi. Ikkilamchi alteratsiyada yalliqlanish o'chog'ida endi yalliqlanish jarayoni kuchayadi. Bu jarayon qaytmas jarayon va u albatta yalliqlanish chaqiradi. Endi kataral gastrit, kataral angina bilan kelgan bemorlarimiz endi ularda ikkilamchi alteratsiya bo'lganligi sababli lizosomal fermentlar ular gidrolitik xususiyatga ega va ular demak o'sha shikastlangan hujayrani va atrofdagi sog' hujayralarni eritib yuboradi. Shuning uchun bu yerda qon tomir shikastlanishining o'zgarishlari, mediatorlarning ajrashishi kuzatilganligi sababli bu jarayon qaytmas bo'lib va endi bu yerda bunday kelgan kasallarimizda tekshirish usullaridan keyin biz tashxis qo'yganimizda endi bularda erraziv gastrit yoki eksudativ tipdagi yalliqlanishlar deb qo'yamiz. Chunki bu yerda bu jarayon endi bu yerda yalliqlanish juda ham yaxshi avj olgan bo'ladi. Endi yalliqlanish o'chog'ida fizik kimyoviy o'zgarishlardan bu yerda biz bilamizki, yalliqlanish o'chog'ida qon tomirlar reaksiyasining buzilishi natijasida anaerob muhitda chala yongan mahsulotlar hosil bo'ladi. Chala yongan mahsulotlarga sut kislota, pirozum kislota kiradi va ular to'planishi natijasida u yerda atsidozning rivojlanishiga olib keladi. Kislota ishqor muvozanatining kislotalik tomonga surilishiga olib keladi. Undan tashqari hujayralar shikastlangandan keyin biz bilamizki, hujayra tashqarisida va hujayra ichida albatta elektrolitlar bor. Ular yalliqlanish o'chog'ida shikastlanganligi sababli ana shunday natriy, kaliy, kalsiy ionlarining to'planishi bu o'z navbatida yalliqlanish o'chog'ida giperasmiyaning rivojlanishiga olib keladi. Undan tashqari yalliqlanish o'chog'ida onkotik bosim ham o'z navbatida ko'tariladi. Bu onkotik bosimning ko'tarilishiga sabab shuki, u yerda yalliqlanish o'chog'ida demak biz bilamizki, qon tomirlar devorining o'tkazuvchanligi oshishi, plazmaning to'qmaga chiqishi va giperankiyaning rivojlanishiga olib keladi. Hujayrada esa yuza tarangligining o'zgarishiga va o'sha yerda demak har xil boshqa birikmalarning to'planishiga olib keladi. Yalliqlanish o'chog'ida fizik kimyoviy o'zgarishlar natijasida giperasmiya, atsidoz va giperankiya demak rivojlanadi o'z navbatda. Yalliqlanish o'chog'ida yalliqlanish mediatorlari hosil bo'ladi. Yalliqlanish mediatorlari bular o'z navbatda ikkiga bo'linadi. Hujayraviy va gumoral mediatorlar. Mediatorlarning vazifasi demak ular o'sha yerda qon tomirlar oqib kelayotgan demak qon tomirlardan yalliqlanish o'chog'iga qon oqib kelishi bilan birga yalliqlanish o'chog'ida demak yong'in, yalliqlanish o'chog'ida hujayralarning shikastlanishi kuzatilyapti. Shuning uchun oqib kelayotgan qon tarkibidagi shakilli elementlar ham yalliqlanish o'chog'iga kirgandan keyin ular ham o'z navbatida shikastlanadi va ularning demak shakilli elementlarning shikastlanishidan hosil bo'lgan demak biologik faol moddalar hujayradan chiqqanligi sababli hujayraviy mediatorlar deyiladi. Yalliqlanish o'chog'iga oqib kelayotgan qon tarkibida plazma oqsillari ham bor. Ular ham o'z navbatda yalliqlanish o'chog'iga kirgandan keyin ular ham shikastlanib, ularning tarkibidan ajraladigan biologik faol moddalarga gumoral mediatorlar deyiladi. Gumoral mediatorlarga kiradi qonning komplement tizimi, kinin, qonning ivish faktorlari kiradi. Hujayraviy mediatorlarga kiradi arachidon kislotaning hosilalari, lizosomal faktorlar, sitokinlar, limfokinlar, kislorodning faol metabolitlari kiradi. Yalliqlanish mediatorlari yalliqlanish o'chog'ida ular demak komplement sistemasi tuzumi hamda kinin sistemasi, qon ivish sistemasi
bular mahalliy ta'sirga ega. Demak, bular plazmatik mediatorlar vazomotor reaksiyani chaqiradi, membrana o'tkazuvchanligini oshiradi hamda demak hemotaksis ta'sirga ega. Undan tashqari ular mutagen ta'sirga ega va antitoksik ta'sirga ega. Hujayraviy mediatorlar esa lizosomal fermentlar, prostaglandin, biogen amillar, interleykinlar, gistamin, geparin, serotonin, bular ham o'z navbatda ular demak qon tomir devorining o'tkazuvchanligini oshiradi, qon tomirlarini kengaytiradi va natijada yallig'lanish o'chog'ida eksudatning yig'ilishiga olib keladi. Yallig'lanish o'chog'ida qon tomir devorining o'tkazilishi 4 ta bosqichga bo'linadi. Birinchisi bu qisqa muddatli tomirlarning spazmi, ikkinchisi faol arterial giperemiya, uchinchisi sus venoz giperemiya va to'rtinchisi stas. Yallig'lanish o'chog'ida hozir biz aytdik, mediatorlar ta'sirida eksudat yig'iladi. Bu degani alteratsiya bosqichidan keyin patogenezda yallig'lanishning ikkinchi bosqichi eksudatsiya va leykositlar emigratsiyasi boshlanadi. Eksudatsiya bu tomirlarning qon tomir devoridan to'qimaga o'tishi, ya'ni qon tomir devorining mediator ta'sirida kengayib qon tarkibidagi plazma oqsillarning to'qimaga o'tishi bu eksudatni hosil qiladi. Eksudatsiyada suyuqlik endotelial hujayralar orasidan orqali tashqariga chiqishi, shuningdek eksudatsiyada har xil demak suyuqlik, mayda tomchilik faol ishlab turuvchi endoteliy sitoplazmasi orqali transport qilinadi. Bunda asosan eksudatsiyaning sabablari birinchisi bu mediatorlarning va yallig'lanish agenti ta'sirida tomir devorining o'tkazuvchanligining oshishi. Ikkinchisi giperioniya, ya'ni giperionlar ta'sirida demak yallig'lanish o'chog'ida tomirlarda filtratsion bosimning oshishi. Demak biz hozir aytdik, yallig'lanish o'chog'ida elektrolitlar yig'iladi, giperosmiya. Ular o'z navbatda o'sha yerda biz bilamizki, qon tomirlarda qonda to'laqonlik rivojlanadi. Fizikadan ma'lumki, yuqori bosimdan past bosimga qarab qonning plazma qismi sizib chiqadi. Va uchinchisi onkotik bosimning to'qmada oshishi. Onkotik bosim to'qmada demak oshganligi sababli eksudatsiya rivojlanadi. Eksudatsiyaning fazalari ikkiga bo'linadi. Tez rivojlanadigan faza va sekin rivojlanadigan faza. Eksudat turlariga qarab serozli, fibrozli, yiringli hamda gemorragik eksudatlarga bo'linadi. Eksudatlarning serozli turini biz asosan oddiy rinit kasalliklarida ko'rishimiz mumkin. Seroz eksudatda demak uning tarkibi demak nimalardan oqsil miqdorlari kam bo'ladi. Undan tashqari leykositlar emigratsiyasi. Leykositlar emigratsiyasini biz hozir aytdik, Ilya Ilich Meshnikov aniqlagan. Bu emigratsiya degan so'zning ma'nosi demak boshqa yerga demak leykositlarning qon tomiridan chiqib boshqa to'qimaga, ya'ni yallig'lanish o'chog'iga borib cho'kishi. Leykositlar emigratsiyasi asosan 3 ta bosqichdan iborat. Birinchi bosqich leykositlarning kapillarlar ichki yuzasida qirg'og'ida turishi. Ikkinchisi leykositlarning endoteliy devori orqali chiqishi, leykodiapides. Uchinchisi esa leykositlarning yallig'langan to'qimaga nisbatan harakat qilishi. Bunda demak leykositlar emigratsiyasida biz asosan yallig'lanish o'chog'iga agar chaqiruvchisi bakteriya bo'lsa, birinchi bo'lib yallig'lanish o'chog'iga keladigan hujayra bu neytrofil hisoblanadi. Siz davolovchi vrach, shifokor, kelajakdagi shifokor kasal kelgandan keyin unda masalan yo'tal shikoyatlari bilan kelishi mumkin. Kasal bir qancha vaqtdan beri yo'talib, hech qachon uzoq vaqtdan beri muddatdan beri antibiotik olib davolanayotgan bo'lsa ham hech qanday shifo ko'rmayotgandan sizga agar murojaat qilsa, siz albatta bemoringizni umumiy qon tahlili leykoformani tekshirishga yuboring. Agar shu yerda yallig'lanish demak nimasi sababchisi allergen bo'lsa, demak qonda eznofil bilan bazofillarning miqdori oshgan bo'ladi. Agar demak yallig'lanish chaqiruvchisi bakteriya bo'lsa, umumiy qon tahlilida leykoformada neytrofillarning miqdori oshgan bo'ladi. Neytrofillar asosan chaqiruvchisi bakteriya bo'lgan yallig'lanish o'chog'iga demak birinchi bo'lib borishining sababi shundan iboratki, ularning diametri kichik. Diametri kichik bo'lgan neytrofil endotelial hujayralarning tirqishidan o'tib bo'ladi. Undan tashqari ularning miqdori ko'p.
Neytrofillar asosan amoebasimon harakat qiladi. Ular yolg'on oyoqlar hosil qiladi. Yallig'lanish o'chog'iga neytrofillarning birinchi bo'lib bo'lishining sababi ularning tezligi yuqori va o'zidan fagosin degan modda ishlab chiqaradi. Va yallig'lanish o'chog'iga borgandan keyin neytrofillar birta neytrofil 20 ta 25 ta mikrobni yutadi va o'z navbatda keyin o'zi ham halok bo'ladi. Neytrofillarning demak yallig'lanish o'chog'iga borib, demak halok bo'lishi natijasida o'sha yerda shikastlangan hujayra, shikastlangan qon tomir, o'sha yerda shikastlangan o'lgan mikrob bakteriyalar va o'lgan neytrofil hammasi yiring eksudatning ikkinchi turi yiringli eksudatni hosil qiladi. Leykositlar emigratsiyasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar mexanik, ya'ni suyuqlikning tomirdan to'qimaga oqishi, fizik kimyoviy, leykositlarning yallig'lanish o'chog'iga qarab ustki yuzasining tarangligining pasayishi natijasida sitoplazmaning fizik kimyoviy tuzilishining o'zgarishi yallig'lanish o'chog'ida musbat zaryadning hosil bo'lishidan dalolat beradi. Bunga musbat hemotaksis deyiladi. Musbat hemotaksis degani hemo degani kimyoviy, taksis degani yaqinlashmoq. Demak, neytrofilning zaryadi manfiy, yallig'lanish o'chog'ining zaryadi musbat. Shuning uchun neytrofillar yallig'lanish o'chog'iga qarab harakatlanadi. Bunga esa musbat hemotaksis deyiladi. Yallig'lanish o'chog'iga neytrofillardan keyin boradigan ikkinchi hujayraning nomi bu makrofag. Makrofag qanaqa hujayra? Makrofag aslida uni qonda nomi monotsit, to'qimada uni nomi makrofag, jigarda uni nomi kufer hujayra, suyak ko'magida uni nomi osteoklast, o'pka to'qimasida nomi alveolar makrofag. Ana shu demak bizlarni makrofaglarimiz, ya'ni katta fagositoz qiluvchi hujayralarimiz, ular qon tomir devorining demak tirqishdan o'tib bilmaydi. Shuning uchun yallig'lanish o'chog'iga ular 48-72 soat, ya'ni 2-3 sutkada hujayra tanasidan o'tib boradi. Makrofaglar yallig'lanish o'chog'iga borgandan keyin ular asosan yallig'lanish o'chog'ida o'lgan neytrofil, o'lgan demak hujayralarning shikastlanishi, bakteriyalar, shikastlangan qon tomirlar hammasini demak tozalovchi, ya'ni xuddi farroshga o'xshagan funksiyasiga ega. Yallig'lanish o'chog'ida makrofaglar barcha demak o'sha yerdagi hamma demak yallig'lanish o'chog'ida hosil bo'lgan nimalarni demak shikastlangan barcha demak hujayra elementlarini tozalab beradi. Bu makrofaglarning kelishi bu yallig'lanish o'chog'ida 3-bosqich, proliferatsiya bosqichi boshlangandan dalolat beradi. Bunda yallig'langan to'qima tozalanadi, proliferatsiya hujayralari ko'payadi. Yallig'lanishda esa hujayralarning ko'payish jarayonining stimulyatori, yallig'lanish mediatorlari, to'qima parchalanish mahsulotlari, fizik kimyoviy va kimyoviy muhitga o'zgarishlar hisoblanadi. Yallig'lanish o'chog'ida hujayralarning ko'payishining regulyatorlari bu trifonlar bo'ladi. Ular hujayralarning o'lishi natijasida hosil bo'ladi va proliferatsiyani stimullaydi. Bundan tashqari hujayra bo'linishi regulyatorlarga hujayra bo'linishi tormozlovchi keyinlovlar ham kiradi. Proliferatsiyada adventitsiya, mezenximal, kambial hujayralar, endoteliatslar ishtirok qiladi. Ularning differensiatsiyalanishi natijasida kollagen sintezlovchi fibroblastlar hosil bo'ladi. Proliferatsiya granulyatsion, ya'ni yosh, yaltiroq, qizil rangli, donador, yuzali tomir va hujayralarga bo'y tolalar kam biriktiruvchi to'qimaning periferiyasidan hosil bo'lishi boshlanadi. Biriktiruvchi to'qimaning yosh hujayralari asosan fibroblastlar va mayda tomirlar endoteliy hujayralar hisoblanadi. Yallig'lanish o'chog'ida proliferatsiya bosqichida granulyatsion to'qima o'rinbosarlikdan tashqari himoya funksiyasini ham bajaradi. U yallig'langan joyni sog'lom to'qimadan ajratib turuvchi demarkatsion chiziqlar hosil qiladi. Bu chiziqlar yallig'lanish o'chog'idan modda almashinuv mahsulotlarining, mikroorganizmlarning qonga va sog'lom to'qimaga o'tishiga to'sqinlik qiladi. Granulyatsion to'qima natijasida qon aylanishi yetilishi natijasida chandiqqa aylanadi. Bu oqimtir rangdagi tomirlari, hujayralari kam, shu bilan bir qatorda to'lalari ko'p bo'lgan, yetilgan to'lali biriktiruvchi to'qimadir.
Yallig'lanish o'chog'ida biriktiruvchi to'qima proliferatsiyasida tashqari cheklangan darajada regeneratsiya, ya'ni a'zo hujayralarning ko'payishi ham kuzatiladi. Buni men sizlarga oddiy, demak, xalq tilida tushuntiraman. Masalan, siz shu yoshga yetgan bo'lsangiz, shu kungacha siz albatta stomatit bo'lgan kasallarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin, yoki tanzilit bo'lgan kasallarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin, yoki eng ko'p uchraydigan yoz mavsumidagi diareya kasalliklarini o'zingiz shu bilan, demak, kasallangan bo'lishingiz mumkin. Ovqatdan zaharlanish va hokazo qanaqa yallig'lanish, shikastlanish bo'lsa ham biz, demak, stomatit bo'lgan kasallarda yoki dizenteriya, diareya bo'lgan kasallarda shilliq qavat hujayralarining shikastlanishi, ularning ko'chib tushishini ko'rganmiz. O'sha yerda yallig'lanish tufayli ular shikastlanadi. Lekin u yerda qayta tiklanish, proliferatsiya bosqichi boshqacha kechadi. Chunki epitel to'qimasida proliferatsiya bosqichida regeneratsiya kuzatiladi. Shuning uchun og'iz bo'shlig'ida stomatit, oshqozon ichaklarida agar shilliq qavat hujayralarining yallig'lanishi kuzatilsa, demak, chandiq hosil bo'lmaydi. Bu epitel to'qimasining regeneratsiya bilan tugalishidan dalolat beradi. Yallig'lanishning klassifikatsiyasi. Birinchisi, qon tomir reaksiyasining turi, demak, to'qimalardagi reaksiyasiga ko'ra yallig'lanishning, demak, klassifikatsiyalanamiz. Bu, demak, qon tomir reaksiyasi bosqichlari 4 qismdan iborat. Ikkinchisi, yallig'lanishning kechishiga qarab o'tkir, surunkali hamda o'tkir ostiga bo'linadi. Qon tomir reaksiyasining nimasiga ko'ra esa alterativ yallig'lanish, eksudativ yallig'lanish va albatta proliferativ yallig'lanish kuzatiladi. Siz kasallik tarixi yozganda albatta alterativ yallig'lanishning o'tkir kechishi deb yozishingiz mumkin yoki eksudativ yallig'lanishning o'tkir osti kechishi deb yozishingiz mumkin. Bu tashxisning formulovkasida katta ahamiyatga ega. Yallig'lanish o'chog'ida yallig'lanishning yoshga xos xususiyatlari. Yallig'lanish reaksiyasi yoshga bog'liq xususiyatlari shundan iboratki, antagonizda har xil yoshdagi odamlarda organizmda reaktivlikka xususiyatiga bog'liq holda yallig'lanish kechadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda, emizikli bolalarda infeksiya jarayoni ko'pincha tarqalgan tus oladi va umumiy intoksikatsiyalar bilan kechadi. Chunki ularning terisi yallig'lanish reaksiyasi orqali infeksiyani lokallashtirish qobiliyatiga ega emas. Tomir reaksiyasi ham, tomir devorining o'tkazuvchanligi ham oshishi jiddiy, eksudatsiya va shish bilan tavsiflanadi. Chaqaloqlarda immunizatsiya va fagositoz faollik juda ham past. Chunki ularda leykositlarning metabolik va fermentativ faolligi juda ham intensiv bo'ladi. Undan tashqari chaqaloqlarda yallig'lanishning og'ir kechishiga sabab shuki, ayniqsa yangi tug'ilgan chaqaloqlarda ularda immun hujayralar onasining platsentasi yo'ldoshi orqali o'tadi. O'zida esa 6 oylikdan keyin immunitet shakllana boshlaydi. Ona suti bilan agar emizilsa chaqaloq, bu juda ham yaxshi, chunki ona suti tayyor antitela hisoblanadi. Agar ona suti bilan boqilmasa, chaqaloqlarda, demak, yallig'lanish, har xil infeksiya, kasalliklar juda ham, demak, jiddiy tus oladi. Bu, demak, yaxshi asoratlarga olib kelmaydi. Yallig'lanishning inson organizmida biologik ahamiyati. Yallig'lanish asosan inson organizmida katta ahamiyatga ega. U asosan emboliya natijasida rivojlangan organizmning himoya reaksiyasi hisoblanadi. Bu organizmning agentga fiziologik eliminatsiya bilan kurasha olmagan to'qima jarohatlanganda yuzaga keladigan tezkor himoyasidir. Yallig'lanish jarohatni biologik va mexanik baryer yaratib, jarohatlangan to'qima va flagogenni organizmdan chegaralaydi. Yallig'lanishning oqibatlari. Yallig'lanish xarakteriga va joylashishiga bog'liq bo'ladi. Agar kuchsiz jarohatlash bo'lsa, organizmning spetsifik elementlari tomonidan regeneratsiyalanadi va strukturasi, funksiyasi qayta tiklanadi. Agar kuchli jarohatlangan bo'lsa, yallig'lanish o'chog'ida chandiq hosil bo'ladi va bu organ funksiyalarining bajarishida xalaqit beradi. Agar nekrotik yallig'lanish bo'lsa, organning yoki butun organizmning o'limiga sabab bo'ladi. Proliferativ yallig'lanish diffuz tarqalish hisobiga organning skleroz va sirroziga sabab bo'lishi mumkin. Demak, hurmatli tinglovchilar, bu yallig'lanish haqidagi ma'ruzamiz hali birinchi qism. Ikkinchi qismni yaqinda albatta tayyorlab, sizlarga yetkazamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Abdullayeva Muslima Ahadovna, Buxoro davlat tibbiyot instituti tibbiyot fanlar doktori, patologik fiziologiya kafedra mudiri.